Karamet bir tamak vakit gay mantıqalla. Aşqa xamirini öyde bas eylevilerle qorğa şunçilik katta hem şinnilik şunçilik isxvasınağa bir tamak vakiti cumut qalırım. Aşqalardaki toqsinlayman qalishmaqdak vakitipdi. Aldı bilen yıldız yürek belgelerini basavirib körem mantıqalla. Qazanğa Elnur'un tuncu sıqın 1. derecelik zaranzamaydi muvafiq miqdarda qo'ydum. Amaliyotda tuncu sıqın 1. derecelik degan hozir oddiy bir o'lcham bu qaldi tuqqalla. Muhimi Elnur maylarimiz tuvan besimda, tuvan temperaturada siqilib ozuqliq tarkibi zahmiga uchirtilmagan asosda quvvatli ham sağlam holatda tayyorlandi. Jumi go'shtni tuz, xajo sab tamlantirib qo'rib olgandan keyin piyoz bilan qizartqichni sab qo'rimiz. Andima lapizdan qilib yedik. O'rkin tiqqalash shu kamda qaqaga lapiz degan ma qo'noqma atdiganlik narsa degan ashqa qo'noq degan g'azatli solaverdim. Shunga tiqqala deyman, bu davomli tomoq deganni qilivi yo'q deb. Bu narsimiz bilan qo'rsoq mashtaqdagi o'zgacha bir tamda, o'zgacha bir rangda tayyor kitamda tiqqalarim. Oxirda qizil kek lazlansa qo'ysak rangini ma tuzaydi, sening bek ochiq emas billagu bu laza, lekin purg'ini o'xshaydi jumum. Aka Qashqa hardan bax yemek ishmak zavodida ishlangan hardan baxta tutqularda vejan jejanlarda kichik tansa qo'ydim, tuqqanlar yaqtirmislar, samislan bo'ldi. Andi tuqqanlar xamirimizni jon yo'la qo'ysa, xamirimiz appoq o'qamay biza sag'osh payzi chiqdi jumi. Am buni kuchlik o'tda 2 minut qorsaqlar intayin o'xshaydigan, issiqvasidigan, o'ydagi ashqa xamir, ashqa saylarni bir xil bir trap qilaveradigan layman so'minimiz tayyor bo'ldi degan gap tuqqanlar. Bu turg'a qo'sh belgisini besib men qatib olishni hargiz unutqamizlar jumi. Shunaqa oilaviy go'zal taomlarni qilishni birlikda o'rganamiz.